Kengroq bir ma'lumot olish istagidamiz, chunki Muhammad mahallasida mahalla infratuzilmasi bo'yicha sezilarli o'zgarishlar joriy yilda amalga oshirildi. Assalomu alaykum. Infratuzilmani rivojlantirish so'nggi yillarda davlatimiz e'tiboriga tushgan va davlatimiz tashabbusi bilan qilinayotgan eng yaxshi ishlardan biri, aynan mahalla tizimida. To'g'rimi? Va bu bir nechta dasturlar yordamida mahallalarda olib borilayotgan islohotlar, infratuzilmani yaxshilash bo'yicha qilinayotgan tashabbuslar samarali natija ko'rsatyapti, jumladan Muhammad mahallasida ham. Qanday ishlar qilindi? Shu bu yil hurmatli prezidentimiz tomonidan Islom taraqqiyot banki hamda OPEC dasturlari tushgan Muhammad mahallasida bu yil asfalt qilib mindirgan 9 kilometr asfalt tosh shag'al yo'llarimiz bor edi. Shuni bu yil hammasi asfaltlanib yangidan topshirildi. Undan keyin ham ichimlik suvi tortildi 13 kilometr. Xalqimiz hammasi prezidentimizga rahmat deb pisand bo'lib turibdilar. Keyin endi ishlarimiz ham bo'lib turibdi. 3 kilometr piyodalar yo'li qurildi. Undan tashqari tungi yoritgich qo'yildi 3 kilometr. Hozir ishlarimiz davom qilib turibdi. Shu hammasi shu fuqarolarimizning roziligi uchun, shu davlatimiz tomonidan shu imtiyozlar, shunday xalqqa e'tiborga tushib, shu mahalla, shu yo'llari yangidan asfalt qurilganligi uchun hamma xalqimiz shulardan minnatdor bo'lib turibdilar. Mahalla byudjeti mablag'larini maqsadli yo'naltirish asosiy masalalardan biri bugungi kunda. Qanday bir maqsadlarda yo'naltirilyapti? Hozir mahallamizda soliqdan tushayotgan 10% pullarimizni to'planib turibdi. Hozirda 43 million pul bor. Uni ham yangidan loyiha tashkil qilganmiz. Maktabga boradigan joyni piyodalar yo'li qilish uchun hozir hujjatlashtirib turibmiz, ishlarni olib turibmiz. Shu mana shuncha ishlarni hurmatli prezidentimiz bizga sharoit yaratib berdilar. Yaqin yillarda prezidentimiz tashabbuslari bilan yana 7 tashkil qilindi. Bu albatta biz va mahalla reislariga bizlarning faoliyatimizni rivojlantirishda bir yaxshi turtki bo'ldi. Bu Muhammad mahallasi markazi. Ushbu maskanda fuqarolar uchun bir qancha qulayliklar yaratilgan. Bir vaqtning o'zida ona va bola, xotin-qizlar, nuroniy va yoshi ulug'lar uchun turli xizmat ko'rsatish ishlari joriy qilingan. Sog'lomlashtirish, salomatliklarini tiklash, ma'naviy hordiq olishlari uchun ham xizmat ko'rsatuvchi xonalar mavjud. Xotin-qizlarni daromad topishga o'rgatish, ularni tadbirkorlikka jalb qilish maqsadida ishsiz ayollar kasbga o'qitilib, bandligini ta'minlashga ham erishilyapti.